Assalomu alaykum haydovchi bolajon YouTube kanalini kuzatuvchi azizlar. Bugun yana video obzorimizda ikkita bir xil razmerdagi bolalar mashinasini video kontent obzor qilamiz. 3 video. Bundan boshqa mashinalarimizni ko'rmoqchi bo'lganlar uchun Telegramdagi poisk tugmasini bosib borib, haydovchi bolajon so'zini orasini uzmasdan yozsangiz kanalimiz chiqib keladi. Ushbu kanalimizda 100 dan oshiq har xil turdagi mashinalarni, bir kishilik, ikki kishilik mashinalarni narxlar bilan yozib qo'yganmiz. Mashinalarning xususiyatlarini tushuntirishdan oldin ikkita mashinani ham bilasizlar, juda ham mashhur mashinalar. Ko'rinishlari ham juda chiroyli chiqqan. Range Rover Autobiography va BMW yoki BMW X7. Mashinalarimiz razmeri bir xil chiqadi. Uzunligi 1.35 cm, enligi 72 cm chiqadi. Ikkita 3 yoshli bolalarga mo'ljallangan. Birinchi BMW dan boshlasak, ikkalasini biroz xususiyatlari farq qiladi. Og'irlik ko'tarishlari bir xil. BMW ham, Range Rover Autobiography ham demak 50-55 kg atrofida yuk ko'taradi. Oldi chiroqlarini ko'rasizlar. Glavniy svetlari juda chiroyli ko'rinishda yonadi. Oldi oblisovkalarni ham ko'rasizlar. Bu yoq tarafida chiroqlari ham yonib turadi. Nikkel aralash plastmassadan qilingan. Plastmassasi ham. Bu yog'i qora rangda. Mashinamizda qizil, qora ranglari bor. Balonlarga keladigan bo'lsa, yumshoq rezina balon bo'ladi. Ustiga diska taqilgan. To'rtta balonni orqa tarafida motorlari ham joylashgan. Bo'tlari ham nikkel bilan, nikkel sifat plastmassadan yasalgan. Juda chiroyli chiqqan mashina. Orqa tarafiga o'tirgan bo'lsak, BMW emblemlarni yopishtirib berganmiz. Orqa chiroqlari ham yonib turadi. Ikkita tarafdan bluetoothlargacha juda chiroyli ko'rinishda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Ikkita tarafdan eshiklari ham ochiladi. Mashinamiz to'liq zaryadda taxminan 1,5 soat atrofida yuradi. Ichki salonda ikkita qora rangdagi yumshoq eko koja mavjud. Alohida sidenaga ega. Pult va pedal orqali boshqarsa bo'ladi. Rul chap tarafda joylashgan. Signal MP3lari. Demak, rulni o'zida ham bor. Bundan tashqari tablo orqali ham nazorat qilsangiz bo'ladi. Chiroqlarni o'chirib yoqadigan knopkalari, old orqaga yuradigan knopkalar va boshqa barcha knopkalarni shu joydan topsangiz bo'ladi. Tablolar tepadan yonib turadi. Bitta bola yonida o'tirib, chap tarafda o'tirib haydasa bo'ladi. O'ng tarafdagi bola yonda kuzatib ketadi, passajir bo'ladi. Eshiklarni ham ko'ryapsizlar, yon tarafga ochiladi. Mashinamiz endi o'tganimizda ikkita bolalarga mo'ljallangan. 55 kg atrofida yuk ko'tara oladi. 12 volt akkumulyatorga ega. Bitta to'liq zaryadga 1,5 soat atrofida yurishi mumkin. Mashinamizni oldlariga nomerlarni yopishtirib bersangiz bo'ladi. Ko'rinishini ko'rasizlar, juda chiroyli chiqqan. Keyingi mashinamiz Range Rover Autobiography. Bu mashinamizni ham narxi ikkalasi bir xil chiqadi. Narxlari $295 dan. Lekin buni sal xususiyatlari ko'proq. Range Rover demak razmeri bir xil. Aytib o'tganimizdek 1.35 cm, enligi bo'lsa 72 cm. Oldi oblisovkadagi chiroqlari ham yonib turadi. Asosiy ikkita glavniy farasi yonib turadi. Undan tashqari pоворотник chiroqlari ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Pоворотник chiroqlarini ham alohida ichki o'zini funksiyasi bor. Shu orqali yoqsa bo'ladi. Buni ham ko'rsatamiz. Orqa tarafini ham ko'ringlar. Orqa tarafdan ham chiroqlari, glavniy faralari, pоворотник chiroqlari yonib turadi. Orqasiga ham juda yaxshi e'tibor berilgan mashina. Xuddi shuna xususiyatga ega. Faqat salonni ko'radigan bo'lsangiz, salonda yana chiroq qo'shimcha ishlatilgan. Eshiklarga qo'shimcha chiroq ishlatilgan. Old orqa chiroqlari yonishidan tashqari pоворотник chiroqlari ham yonib turadi. Mana pоворотник uchun ikkita tarafdan plastmassa chiqarilgan. Ko'rasizlar. O'ng tarafini ham yoqib qo'ysak bo'ladi. Eshiklari ham ikkita tarafdan ochiladi. Razmer jihatdan ikkalasi bir xil. Faqat brend boshqa BMW X7 va Range Rover Autobiography. Bu ham tablolari xuddi shunaqa ko'rinishda. Tepadagi chiroqlar yonib turadi. Chap tarafda rul joylashgan, ikkita bola sig'adi. 50-55 kg atrofida ko'taradi. Gaz pedal o'rtada joylashgan va bundan tashqari ikkalasini ham pult va pedal orqali boshqarsa bo'ladi. Birinchi Range Rover boshqarib ko'ramiz, keyin BMW X7. Mashinamizda pultiga qaragan bo'lsak, pulti shunaqa ko'rinishda bo'ladi. S tugmasi bor. S tugmasi 1 tezlik, 2 tezlik va 3 tezlikgacha tezlanishi mumkin. 1 tezlikda sizlarga chetroqdan haydab ko'rsatamiz. 2-3 tezlikga olishimizni ham aytib o'tamiz. Demak, birinchisi 1 tezlikda yuramiz. Ko'rasiz, sekin yuradi 1 tezlikda. Hozir oldiga qarab yuramiz. 1 tezlikdan yurayotgan vaqtda 2 va 3 tezlikgacha qo'shib boramiz. 1 tezlikda ketyapti. 2 tezlikga oldik. 3 tezlikga oldik. Mashinamizning tashqari, demak, kacheli qismi ham bor. O'tdan kacheli qilsa bo'ladi. 4 ta motordan tashqari kacheli uchun alohida motor va oldi rul boshqarish uchun pult orqali alohida motor qo'yilgan. Umumiy 6 ta motor bor. 4 ta balonda bitta kacheli uchun, bitta rul uchun motor ishlatilgan. Mashinani shunaqa ko'rinishda o'chirib qo'ysak bo'ladi. BMW X7'miz ham pulti sal boshqacharoq chiqadi. Buni ham 3 ta S tugmali bo'ladi. Birinchi S tugmada boshqarib ko'ramiz. Ikkalasining ham tezligi bir xil tezlikda bo'ladi. Demak, oldinga ko'ramiz. Tezlashamiz. Yana tezlashamiz.
mashinamizni ko'rdinglar. Ikkalasi ham juda chiroyli chiqqan. Qaysi biri yoqqan bo'lsa kommentariyaga Range Rover yoki BMW deb yozib ketinglar. Mashinalarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Bizani haydovchi bolajon Telegram kanali orqali ham kuzatsanglar bo'ladi. Shu yozuvni haydovchi bolajon degan yozuvni orasini uzmasdan yozasizlar. Kanalimiz Telegramdan chiqib keladi. Shu orqali boshqa mashinalarimizni ham narxlarini ko'rsanglar bo'ladi.